Mayvin. Faqat yuziga urma. Uning husni menga yoqadi. Rob Stark bizni eshitishini xohlasang, balandroq ovozda dod solish kerak. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Qanday ritsar ojizaga qo'l ko'taradi? Qiroliga xizmat qiladigan ritsar bas. Tilingga erk berma, oppoq plashing qonga bo'yaladi. Qizga kiyim bering. U seni qiroliching bo'ladi. Uning sha'ni seni tashvishga solmayaptimi? Men uni jazolayapman. Nima uchun, Osar? Qirol xohlaganini qiladi. Telba qirol ham istaganini qilganda. Jeymi tog'ang unga nima bo'lganini aytib bermaganmidi? Gvardiyasi qarshisida hech kim qirolga tahdid sola olmaydi. Qirolga tahdid solmayapman, Sir. Jiyanimga saboq beryapman. Biron, agar Sir Mayvin yana og'iz ochsa, uni o'ldir.